Bugun men siz bilan juda muhim masalani ochiq va tushunarli tilda muhokama qilaman. Bepul yo'l kira bekor qilinadimi yoki yo'qmi? Transportdagi imtiyozlar bo'yicha qanday reforma tayyorlanmoqda va bu oddiy fuqarolarga qanday ta'sir qiladi? Bu mavzu faqat pensionerlar, talabalar yoki imtiyoz oluvchilarga emas, har kuni avtobus, metro, yo'nalishli taksi yoki boshqa jamoat transportidan foydalanadigan har bir odamga tegishli. Chunki yo'l kira siyosati o'zgarsa, oilaning kundalik xarajatlari ham, ishga borish va kelish tartibi ham. Hatto bolani maktabga olib borish masalasi ham o'zgarishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun vahima tarqatmayman, lekin e'tiborsiz qoldirish ham mumkin bo'lmagan jihatlarni tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday yangiliklarni vaqtida bilgan odam keyin ortiqcha yugurga tushmaydi. Avvalo, masalaning ildizini tushuntirib beraman. Ko'p yillar davomida ayrim toifadagi fuqarolar jamoat transportida bepul yoki imtiyozli yurish huquqiga ega bo'lib kelgan. Bu imtiyozlar odatda ijtimoiy himoya tamoyiliga asoslanadi. Ya'ni davlat yoki mahalliy hokimiyat ayrim guruhlarning transport xarajatini yengillashtiradi. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush yoki mehnat faxriylari, ayrim pensionerlar, ayrim hududlarda o'quvchilar yoki talabalar. Xizmat vazifasini bajarayotgan ayrim xodimlar transportdan bepul yoki arzonlashtirilgan tartibda foydalanishi mumkin bo'lgan. Lekin hozir ko'plab shaharlarda jamoat transporti tizimi o'zgaryapti. Naqd puldan elektron to'lovga o'tish, transport kartalari, QR to'lov, bank kartasi bilan to'lash, subsidiya tizimini qayta ko'rib chiqish, yo'lovchi oqimini aniq hisoblash kabi jarayonlar kuchaymoqda. Mana shu joyda asosiy savol tug'iladi. Agar tizim raqamlashtirilsa, avvalgi bepul yurish tartibi saqlanib qoladimi yoki uni bekor qilib, o'rniga boshqa mexanizm joriy qilinadimi? Men ko'rayotgan asosiy yo'nalish shuki. Muhokama qilinayotgan reforma odatda bepul yurishni butunlay yo'q qilish degani emas. Balki kim haqiqatan imtiyozga muhtoj, kimga qancha yordam berilishi kerak, bu yordam qanday shaklda beriladi degan savollarni qayta tartibga solishdir. Ya'ni avval odam transportga chiqib, hujjatini ko'rsatib bepul yurgan bo'lsa, yangi tizimda uning imtiyozi elektron kartaga bog'lanishi, oyiga ma'lum miqdorda bepul qatnov berilishi yoki pul kompensatsiyasi shaklida berilishi mumkin. Oldingi tizimda ko'p narsa qo'lda nazorat qilinar edi. Masalan, konduktor yoki haydovchi yo'lovchining guvohnomasini ko'radi. Ha, imtiyozingiz bor deydi va yo'lovchi pul to'lamaydi. Bu oddiy ko'ringani bilan bir nechta muammo tug'dirgan. Birinchidan, transport korxonasi qancha odam bepul yurganini aniq bilmasligi mumkin. Ikkinchidan, haqiqiy imtiyoz egasi bilan imtiyozdan noto'g'ri foydalanayotgan odamni ajratish qiyin bo'ladi. Uchinchidan, davlat yoki shahar byudjeti transport korxonasiga qancha kompensatsiya to'lashi kerakligini aniq hisoblay olmaydi. Misol uchun, bir avtobus yo'nalishida kuniga 700 yo'lovchi yursa, shundan 120 nafari imtiyozli toifaga kiradi deylik. Agar har bir yo'l kira 2000 so'm bo'lsa, bir kunda 2,5 ming so'mlik imtiyozli qatnov yuzaga keladi. Oyiga bu 7 million so'mdan oshadi. Bitta yo'nalish bo'yicha shunday. Agar shaharda bitta yo'nalish bo'lsa, summa juda katta bo'ladi. Bu pul kim tomonidan qoplanadi? Transport korxonasi o'z zarariga ishlaydimi? Byudjet to'laydimi? Yoki narx oddiy yo'lovchilar uchun oshiriladimi? Reforma aynan shu savollarga javob izlaydi. Hozir esa elektron tizim kirib kelmoqda. Elektron tizimning ma'nosi shuki, har bir qatnov ko'rinadi. Kim qachon, qaysi transportga chiqdi, qanday to'lov qildi, imtiyozli yurish bo'ldimi yoki oddiy to'lovmi? Bu ma'lumotlar asosida davlat ham, transport tashkilotlari ham real hisob-kitob qiladi. Ammo shu bilan birga fuqarolar uchun yangi talablar paydo bo'ladi. Masalan, imtiyozingiz bor bo'lsa ham, uni kartaga ulatmagan bo'lsangiz, tizim sizni oddiy yo'lovchi deb ko'rishi mumkin. Bu esa odam bekati yoki transport ichida noqulay vaziyatga tushishiga olib keladi. Men birinchi navbatda imtiyoz asosida yurgan fuqarolarga xushyor bo'lishni maslahat beraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz, nogironlik guvohnomangiz bo'lsa, ijtimoiy yordam olsangiz, talaba yoki o'quvchi sifatida transport imtiyozidan foydalanib kelgan bo'lsangiz, o'z huquqingiz qanday rasmiylashtirilganini tekshirishingiz kerak. Chunki reforma davrida eng ko'p muammo hujjati bor. Lekin elektron bazada ko'rinmaydigan odamlarda chiqadi. Oddiy misol, onaxon har kuni poliklinikaga qatnaydi. Avval haydovchiga pensionerlik guvohnomasini ko'rsatib, bepul yoki imtiyozli yurgan. Yangi tizim joriy qilingandan keyin transportda validator turadi
va hamma karta bosadi. Agar onaxonning imtiyozli transport kartasiga bog'lanmagan bo'lsa, validator to'lov talab qiladi. Haydovchi esa men tizimga qarayman, qo'lda hal qila olmayman deyishi mumkin. Natijada onaxonning huquqi bor, lekin amalda foydalana olmaydi. Bu yerda ayb onaxonda ham emas, haydovchida ham emas, muammo o'tish davrining tushuntirilmaganida. Ikkinchi misol. Talaba bir oyda 22 kun o'qishga qatnaydi. Har kuni borish kelish 2 qatnov. Agar yo'l kira 2000 so'm bo'lsa, kuniga 4000 so'm, oyga taxminan 8000 so'm bo'ladi. Agar talaba shaharning chekkasida yashasa va bir tomonga 2 transport to'put almashtirsa, xarajat 6000 so'mgacha chiqishi mumkin. Agar imtiyoz bekor qilinsa yoki cheklansa, bu oilaviy byudjetga sezilarli bosim beradi. Lekin agar reforma bepul yurish o'rniga oyiga 7000 so'm transport kompensatsiyasi shaklida bo'lsa, talaba bu pulni karta orqali ishlatadi. Bunda muhim savol, kompensatsiya real xarajatni qoplaydimi yoki yo'qmi? Uchinchi misol. Nogironligi bo'lgan shaxs reabilitatsiya markaziga qatnaydi. U haftasiga 3 marta borish kerak. Agar transport imtiyozi yo'qolsa, u nafaqat qo'shimcha pul sarflaydi, balki ayrim hollarda borishni kamaytirishi ham mumkin. Bu esa sog'lig'iga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun men ijtimoiy himoya toifalariga tegishli imtiyozlarni shunchaki daromad va xarajat deb ko'rmaslik kerak deb hisoblayman. Bu yerda insonning davolanishi, ta'limi, ishga joylashishi va jamiyatda faol bo'lish imkoniyati turibdi. Kimlar ortiqcha xavotir qilmasligi mumkin? Agar siz hozir ham transport uchun oddiy tarif bo'yicha to'layotgan bo'lsangiz, siz uchun asosiy o'zgarish to'lov shaklida bo'lishi mumkin. Masalan, naqd pul o'rniga karta, mobil ilova yoki bank kartasi bilan to'lash. Lekin bu ham befarq qarash mumkin degani emas. Chunki imtiyozlar tizimi qayta ko'rilsa, transport korxonalarining xarajati boshqacha taqsimlanadi va kelajakda tarif siyosatiga ham ta'sir qilishi mumkin. Men bu masalaga ekspert sifatida qaraganda 3 ta asosiy sababni ko'raman. Birinchi sabab aniq hisob-kitob. Davlat transport sohasiga subsidiya ajratayotgan bo'lsa, qancha odamga qaysi yo'nalishda nechta qatnov uchun pul ketayotganini bilish kerak. Aks holda pul samarasi sarflanishi bir yo'nalishda ortiqcha, boshqasida yetarli bo'lmagan moliyalashtirish yuzaga kelishi mumkin. Ikkinchi sabab adolatli taqsimot. Hozirgi tizimda ba'zan imtiyozga muhtoj bo'lmagan odam ham undan foydalanib qolishi. Aksincha, haqiqatan muhtoj odam hujjatdagi kamchilik sabab foydalana olmasligi mumkin. Elektron tizim to'g'ri ishlasa, yordam aniq odamga boradi. Lekin men bu yerda to'g'ri ishlasa degan iborani alohida ta'kidlayman. Chunki har qanday yaxshi g'oya yomon ijro qilinsa, odamlarni qiynaydi. Uchinchi sabab transport sifatini yaxshilash. Agar yo'lovchi oqimi aniq ko'rinsa, qaysi yo'nalishga ko'proq avtobus kerak, qaysi bekatda odam ko'p kutadi, qaysi vaqtda qatnovni ko'paytirish zarur, bularni aniq rejalashtirish mumkin. Masalan, ertalab 7:30 dan 9:10 gacha bitta yo'nalishda avtobuslar to'lib ketayotgan bo'lsa, elektron ma'lumot buni ko'rsatadi. Shunda shahar transport boshqarmasi qo'shimcha avtobus chiqarishi mumkin. Ammo buning uchun tizim faqat pul yig'ish vositasi bo'lib qolmasdan, boshqaruv vositasi sifatida ham ishlashi kerak. Endi eng muhim joyga kelamiz. Har qanday reforma istisnolar bilan murakkablashadi. Masalan, bepul yo'l kira to'liq bekor qilingan gap chiqsa, bu hamma toifaga bir xil taalluqli bo'lmasligi mumkin. Ba'zi guruhlar uchun imtiyoz saqlanadi, ba'zilar uchun cheklanadi, ba'zilar uchun pul kompensatsiyasiga almashtiriladi. Shuning uchun internetdagi bitta sarlavhani ko'rib, hammasi tugadi deb xulosa qilish noto'g'ri. Birinchi nozik jihat imtiyoz turi, bepul yurish bor, chegirmali yurish bor, oyga limit bilan yurish bor. Masalan, kimdir bir oyda cheksiz bepul qatnashi mumkin edi. Reforma natijasida unga oyga 6 ta bepul qatnov berilishi mumkin. Agar u kuniga 2 marta transportga chiqsa, bu 3 kunga yetadi. Lekin u ishga borishda transport almashtirsa, o'tin qatnov 15 kunga ham yetmasligi mumkin. Shuning uchun limit bor degan narsa har doim ham adolatli bo'lavermaydi. Limit belgilansa, odamlarning real harakatlanish ehtiyoji hisobga olinishi kerak. Ikkinchi nozik jihat hududlar farqi. Toshkentdagi transport tizim bilan viloyat markazidagi tizim bir xil emas. Katta shaharda metro, avtobus, elektrobus yo'nalishlar ko'p. Kichik shaharda esa odam bitta marshrutga bog'lanib qolgan bo'lishi mumkin. Agar karta tizimi faqat ayrim transportda ishlasa, imtiyoz ham faqat o'sha transportda amal qiladi. Bu esa qog'ozda imtiyoz bor, hayotda foydalanish qiyin degan vaziyatni keltirib chiqaradi. Uchinchi nozik jihat
texnik nosozlik, validator ishlamasa nima bo'ladi? Karta o'qimasachi, internet bo'lmasachi, odamning imtiyozi bazada bor, lekin qurilma ko'rsatmasachi, menimcha. Reforma joriy qilinayotganda bunday holatlar uchun aniq qoida bo'lishi shart. Aks holda eng zaif toifadagi fuqarolar haydovchi bilan tortishishga majbur bo'ladi. Transport ichida odam o'z huquqini isbotlab yurmasligi kerak. Tizim uning huquqini oldindan tanib turishi kerak. 4-nozik jihat hujjat muddati. Ayrim guvohnomalar muddatsiz bo'ladi, ayrimlari ma'lum muddatga beriladi. Masalan, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tgandan keyin tasdiqlanadi. Agar muddat yangilangan bo'lsa, lekin ma'lumot transport tizimiga avtomatik tushmasa, imtiyoz to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun odam faqat guvohnomani yangilab qo'yish bilan cheklanmasdan, imtiyoz elektron tizimda ham faol ekanini tekshirishi kerak. 5-nozik jihat bir nechta imtiyoz bir odamda bo'lishi. Masalan, odam pensioner ham, nogironligi bo'lgan shaxs ham bo'lishi mumkin. Qaysi imtiyoz qo'llanadi? Eng qulay tanlanadimi yoki faqat bittasi ishlaydimi? Bu savollar rasmiy tartibda aniq yozilishi kerak. Aks holda turli idoralar turlicha javob berishi mumkin. Endi men sizga nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Men pensionerman, demak albatta bepul yuraman deb o'ylamang. Har bir imtiyozning o'z sharti bor. Yosh, maqom, hudud, transport turi, guvohnoma shakli, elektron ro'yxatga kiritilgan yoki kiritilmaganligi muhim bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensionerlik guvohnomasi, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, talabalik guvohnomasi, o'quvchi ma'lumotnomasi, ijtimoiy himoya reyestriga kiritilganlik bo'yicha ma'lumot. Agar kerak bo'lsa, mahalladan ma'lumotnoma yoki tegishli tashkilotdan tasdiq xati tayyor bo'lsin. Men hamisha shuni maslahat beraman. Hujjatning asl nusxasi alohida, telefonda rasmi alohida bo'lsin. Chunki ayrim joylarda nusxa so'raladi, ayrim joyda raqam yoki QR tekshiriladi. 3-qadam, transport kartangiz bo'lsa, uning egasi sifatida ro'yxatdan o'tganini tekshiring. Ko'p odam karta sotib oladi, lekin u karta shaxsga bog'lanmagan bo'ladi. Oddiy to'lov uchun bu muammo emas, lekin imtiyoz uchun muammo. Imtiyoz shaxsga beriladi, kartaga emas. Demak, karta aynan sizning ma'lumotlaringizga ulanmagan bo'lsa, tizim sizni tanimasligi mumkin. 4-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Transport boshqarmasi, hokimiyat, ijtimoiy himoya organlari. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, transport kartasi operatori e'lonlarini tekshirib boring. Men har doim bitta narsani aytaman. Telegramdagi noma'lum kanalda chiqqan gap bilan hayotingizni rejalashtirmang. Rasmiy qaror, nizom, tartib, muddat va ariza topshirish yo'li bo'lishi kerak. 5-qadam, agar imtiyozingiz ishlamay qolsa, og'zaki tortishib yurmay yozma murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Men falon toifaga kiraman, falon hujjatim bor. Falon sanada falon yo'nalishda imtiyoz ishlamadi. Sababini tushuntirib berishingizni va imtiyozni tiklashni so'rayman. Murojaatga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Agar transport kartasi raqami bo'lsa, uni ham yozing. Agar validator xato bergan bo'lsa, sana, vaqt, yo'nalish raqami, avtobus davlat raqami yoki bort raqamini yozib oling. 6-qadam, oiladagi katta yoshli insonlarga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz va buvijon bobojonlarimiz elektron tizimni tushunmasligi mumkin. Ular avval guvohnomam bor deb yuravergan. Endi esa karta, ilova, ro'yxatdan o'tish, SMS tasdiqlash kabi jarayonlar chiqadi. Ularni yolg'iz qoldirmang. Bir marta birga borib, kartasini tekshirib bering. Kerak bo'lsa, operator markaziga olib boring. Telefoniga kerakli raqamlarni yozib qo'ying. 7-qadam, xarajatni oldindan hisoblang. Agar sizning oilangizda 3 kishi har kuni transportda yursa, yo'l kira o'zgarishi oilaviy byudjetga sezilarli ta'sir qiladi. Masalan, ota ishga boradi, ona bozorga yoki ishga qatnaydi, farzand o'qishga boradi. Har biri kuniga 2 martadan transportga chiqsa, bu kuniga 6 qatnov degani. Bir qatnov 2000 so'm bo'lsa, kuniga 12 ming so'm, oyiga 300 ming so'mdan ortiq chiqadi. Agar transport almashtirish bo'lsa, bu summa 2 barobar bo'lishi mumkin. Shuning uchun imtiyoz, abonement, oylik karta yoki chegirmali tarif bor yo'qligini tekshirish kerak. Men yana bir muhim ogohlantirish beraman. Reforma haqida gap chiqqanda turli mish-mishlar ko'payadi. Ertadan hamma bepul yo'l kira bekor bo'lar ekan. Pensionerlar endi pul to'lar ekan, talabalar imtiyozi tugar ekan, faqat kartasi borlar yurar ekan degan gaplar tarqalishi mumkin. Bunday xabarni ko'rsangiz, birinchi savol bering. Manbasi qayerda? Qaror raqami bormi?
qachondan kuchga kiradi, qaysi hududga tegishli, qaysi transport turiga tegishli, qaysi toifalar sanab o'tilgan. Ikkinchi aldanadigan joy vositachilar. Kimdir men sizga imtiyozli karta qilib beraman, pul bering deyishi mumkin. Rasmiy xizmat pullik bo'lsa, to'lov kvitansiya bilan operator yoki davlat xizmatlari orqali bo'lishi kerak. Begona odamga hujjat va karta berib yubormang. Ayniqsa ID karta ma'lumotlari, telefon raqamiga kelgan SMS kod, bank karta ma'lumotlarini hech kimga aytmang. Transport imtiyozi bahonasida shaxsiy ma'lumotlarni qo'lga kiritishga urinishlar bo'lishi mumkin. Uchinchi aldanadigan joy. Menga baribir, men kam yuraman degan fikr. Bugun kam yurasiz, ertaga ish, davolanish, o'qish yoki oilaviy sabab bilan ko'proq qatnashingiz mumkin. Tizim o'zgarganda oldindan tayyor odam kamroq qiynaladi. Hujjatni tekshirish, kartani ulash, rasmiy e'lonni kuzatish ko'p vaqt olmaydi, lekin keyin katta muammoning oldini oladi. Menimcha, bu sohada adolatli reforma bo'lishi uchun bir nechta shart bajarilishi kerak. Birinchidan, imtiyozga haqiqatan muhtoj toifalar himoyasiz qolmasligi kerak. Davolanishga, o'qishga, ishga qatnaydigan odam uchun transport hashamat emas, zarurat. Ikkinchidan, o'tish davri yetarlicha uzun bo'lishi kerak. Bugun e'lon qilib, ertaga tartibni o'zgartirish odamlarni qiynaydi. Kamida tushuntirish, ro'yxatdan o'tkazish, sinov muddati va xatolarni tuzatish davri bo'lishi lozim. Uchinchidan, kompensatsiya real xarajatga yaqin bo'lishi kerak. Agar odam oyiga 1.6 ming so'm yo'l kira sarflasa, unga 40 ming so'm berib, imtiyoz pulga almashtirib deyish adolatli bo'lmaydi. To'rtinchidan, tizim hamma uchun tushunarli bo'lishi kerak. Qayerga borish, qanday ariza yozish, qaysi hujjat kerak, qancha kunda ko'rib chiqiladi, rad etilsa nima qilish mumkin. Bular oddiy tilda tushuntirilishi kerak. Beshinchidan, shikoyat mexanizmi ishlashi kerak. Agar odamning imtiyozi xatolik bilan o'chib qolsa, u o'ylab idora yurmasligi kerak. Bitta aniq aloqa markazi, onlayn murojaat, mahalliy operator punkti yoki davlat xizmatlari orqali tezkor tuzatish bo'lishi zarur. Demak, asosiy savolga javob shunday. Bepul yo'l kira masalasida o'zgarishlar bo'lishi mumkin, lekin bu har doim ham hamma imtiyozlar butunlay bekor qilinadi degani emas. Ko'proq ehtimol shuki, imtiyozlar qayta hisoblanadi, elektron tizimga o'tkaziladi. Ayrim toifalar bo'yicha tartib aniqlashtiriladi yoki kompensatsiya mexanizmi joriy qilinadi. Eng muhim narsa, siz o'z maqomingizni, hujjatlaringizni va transport kartangiz holatini oldindan tekshirishingiz kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq oilangizda imtiyozdan foydalanadigan odamlar bormi? Ularning hujjatlari joyidami? Kartasi shaxsga bog'langanmi? Rasmiy e'lonlarni kuzatyapsizmi? Shularni tekshirib chiqing. Muammo chiqqandan keyin yugurgandan ko'ra, oldindan tayyor turgan ancha yaxshi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bepul yo'l kira saqlanishi kerakmi yoki uni pul kompensatsiyasiga almashtirish to'g'rimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikka kerak bo'lishi mumkin.